Assalamualaikum to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun men yana qayta naq maydon qilishga majbur bo'ldim. Tunögünki naq maydonim Facebook'ta o'chirilib ketdi. Bir qancha qatim bo'ldi bunda ishlar. Ba'zan bir temalarni, masalan, Nuriye Türkiye'ga ait laqandaq sualıq narsalarni chiqargan vaqtimdami shu tema o'chirib etilgan. Ba'zilarga savol qo'ysangiz o'chirib etildi. Hamda Facebook'ta har xil Uyg'urlar ishlaydi deb angladim hamda men Facebook'imga xat yozib etgan. Anandan keyin men naq maydon qilib bo'lgandan keyin YouTube'dami chiqaryapti birisi dedi. Uning ostiga kirib dedim men naq maydonni qayta qiladigan bo'lganligim uchun aslida-chi. Uni chiqarib yurishning hojati yo'q. Chunki men uni tushirib chiqarsam bu g'ayriy bo'lib qoladi ekan. Shuning uchun xohlamadim qaytadan qilishni o'ylashdim. Anadaki yana bir narsa deb qo'yayım. Shu Facebook'da mening naq maydonlarimni ko'rayotgan qarindoshlar samimiy tavsiya. Men birla balaga, birla inimizga shu nimada YouTube'da mening narslarimni chiqarishga ma'qul bo'ldim. Chunki mayli tillasin, mayli nim qilsin, ashning ostidagi inkaslar, mayli xap bo'lgan, mayli qo'llamagan ash narsa turdiki. Anadagi bu balga ma'qulligim bilan narsani chiqadi. Fikrimga hurmat balninki YouTube kanaliga mening narslarimni qo'yishni, o'z xohlagan narsalarni qo'yishni men ma'qul bo'lgan. Shuning uchun buningdan keyin boshqalarningki mening narslarimni qo'yishini qat rad qilaman. Buningga hurmat qiling. Maqsadga kelsak, Abduveli Yasin temisi hammamizga ma'lum. Abduveli Yasin talada qanchalik uzoq yotgan bilasizlar. İqamatsiz, davolanishsiz ko'chada yotgan vaqtlari hammamizga ayon. Bu bola xo'rlanib, nimalarga uchirdi, uni hammamiz bilamiz asosiyatni. 10 necha qatimliq naq maydon orqali shuni men bultur bir tushuntirish bergan. Bir turk kishining yordami bilan bu bolani bu Uyg'ur ekanligini, andan keyin shundaq ishlarning bo'layotganligini deb o'tib talalarda qoldi. Andan keyin u beşkeramliklar voy biz boqimiz deb o'tirib yana ko'chaga chiqarildi chunki cho'ng kichik ishlarning tufaylidan. Ondan keyin bu yil yana bir Abdulaziz ailasiga kirdi bu bola. Bu yerda turdi. Ondan keyin bu bolaning iqomatini Livan Bey Abduveli Bug'ra tunishtirgan Livan Bey ismli bir kishiningki cho'ng dadasi Uyg'ur ekan. Anaki shu turk kishining yordami bilan iqomat hal bo'lindi. 6 oylik bo'lsa-mu, garchi shunaqa iqomat hal bo'lindi. Anaki doktorxona hal bo'ldi. Davolanib chiqdi. Birinchi qatimliq davolanishdan keyin orliq tashlab turib, yana davolanadigan gap 1 yil muqim davolanadigan gap. Buni deb qo'ydim. 5 yilda doktorxonaga kirgichi bo'lgan orliqda bo'sig'i puli deb turib, doktorxonaga kirgichilar biz bir 3780 TL bir topshirgan. Uning oldidagi beqinish, kiyim-kechak, har xil narsalarga uni yordamda bo'lgan necha qarindishimiz bor. Men boshchiligida minglarga rahmat aytaman. Anki doktorxonada yotgan chog'da Saudiyadagi Zulfiyajim yordam qildi $1000. Ondan keyin boshqa ishlarni qildik. O jihatdan. Andan keyin mush doktorxonada yotgandan keyin bu bola mundaq bo'ldi deb o'tirib shikoyat qilib qo'yib mush doktorxona soqchilar berib degandek bir mo'j ishlar bo'lib ketdi. Nima uchun shunday qildiki men bilmayman. Musulmonlikdan bakmi eg'izinglarni degan voy biz musulmon voy mundaq deb turib bo'lamay og'zinglarga tegmay ketsa qilib yurgan qilg'inglar musulmonlik emas bir insonlikmi nimanglar yo'q bir insonlar ekanligini ifodalab isbotlab turyapsizlar. Shuningga biz advokat taklif qilishga majbur bo'ldik. Andan keyin bu bola shu doktorxonada yotdi, iqomati chiqib bo'lgandan keyinlar taraf-tarafdan pul burun chegaraga kirish nimasida qonunsiz kirilgan pasport yo'q, u bu deb
Çünkü e, şu sebepten ilinip kalan bir pulları varken onu töleşke mecbur. Yani doktorxananinkini төлeydiğen gap. Anaki bir yıl muqim davalanış gerek. Onun için sugurta o bulanınkini davamlı üzüldürmeyi töleşimiz gerek. Anadaki turmuş xirajdi. Hazır Abduveli Yasin başka öyge köçüp çıketti. İki gün oldu. Başka bir balınınki nimesi bilen bir öyni icarık elip üç adam turur ike o yerde. Anandan keyin imlah puli dep turup 800 TL, icra hakkı 800 TL, hem de turmuşununkiga aldırmay ötemiz. Dara pulu var, her ayda aladigan dara var. Bu balınınki resiplik aladigan dara. Anandan keyin her bir basqıçta bir tekşürünüp duruş, doktor bilen körünüp duruş işleri var. Muşundaq anaki ikametini uzartış degende keyinroq qilmoqchi. Men hem de oylap kaldım. Təşkilatlarga qat'iy yaqin kelmaslik deganni men o'zim burundan tatib deb kelyapman. Hozirmi shundoq qilaman. Hech qanday odamning men Abduli Bug'rog'im mishada ochiq oshkor deyman. Bu balni opirib, Anqaraga opirish deganni men azaldan rad qilib keldim. Chunki bu bir reklama qiladigan ish emas. Chunki yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Shu kim u? Ninki Abduli Bug'roninki tonishtirishi bilan Levon Bey yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Biz endi esilib olmaymiz. Ondan keyin o'zim dedim, rahmat sizga. Qolganini biz o'zimiz tirishib o'zimiz qilaylik dedim. Hech kimdan bir tiyin olmadik. Hech qanday tashkilot, mayli Abduli Bug'ro bizga bir tiyin bergani yo'q. Bu agarda mushundaq bir gaplar chiqib qolsa, har qandig'ining oldiga chiqqchiligim bor. Bu aniq. Andan keyin Levon Beyga rahmatimni bildiraman. Bir inson o ki biz palancının tonuşturuşu emas. O adam öz halap ademilik cihetde şunçilik qilganiga rahmetimni bildiraman. O belki biz qilgan deyish bekli bir o'shiq ish bu yerda-chu. Hamda og'zimni bekmi qo'yib o'tishni xohlamayman. Shuningga bu odamga rahmetimni bildiraman. Ishlar mishagicha bo'ladi deb turib qolgan ishni o'zimiz ratlab ketalaymiz deb o'sha Turkiyadami boshqa bir doktor ayol bor. Shu doktor ayol doktorxonaga olib ekilishga mas'ul bo'ladi. Anandan keyin shu Germaniyadan Zulxumar qizchaq qishliq kiyimlarini men ko'taray ada dedi. Bu bana qishliq kiyim kerak. Turmush puli o bu degandek. Bir yil jarayonida hamda biz bir yil bir Uyg'urni shuncha valajiq Uyg'ur turuqliq men bir tashkilotning hech nimasi emas, hech qanday tashkilotga kirmayman, ham kirmagan. Mushtaq holatda yo shaxsiy petimcha bir Uyg'urni bir Uyg'urga ega chiqish bizning asl qo'limizdan keladi. Shunchavala musulmondarchilik, shunchavala ummat, shunchavala Uyg'ur, shunchavala oqdi, ko'kdi deb degan mush Turkiyada hag'icha tashkilot, hag'icha eliq saqal degan miyagicha voy millat uchun, voy andoq uchun deb ketganlar bor. Turkiyada ne boylar bor sizlar. Shunchavala o'ynab yurganning o'rnida bir ojizga ega chiqmadinglar. Bulturdan beri so'zlab keldim, bir ojizga ega chiqmadinglar. Shaxsiy nominglar bilan nomusmi qilmadinglar. Ashada ko'chada yotgan vaqtidami Uyg'ur emaskan to'q degandinglar. Ahlim hayron qilgan. Bir turk berib, Uyg'ur deganda yana shu maymun o'yini ko'rganda, "Oy, undaqmikan deb, voy bu degan qo'limiz kuyadigan ish. Palonchi xapib qoladi, pokonchi xapib qoladi. Voy, bu Sayfullojim xapib qoldi. Pokonchi mundaq bo'lib qoldi" deb o'tirib qat'iy yaqin kelmagan ish de bu. Hozir endi buni bir ish bo'lsa, saqchi bo'lsa meni izlaydi, har qanday ishda meni izlaydi. Sababi mening ismim yezildi ayaga. Anaki Skype ko'rishimiz, advokat bilanmi shu. Andan keyin men dedim, ama shu hozir ijaraga olgan uygimi hech qanday tashkilot bu nom bilan kelib unda ovorchilik qilishga ruxsat yo'q. Andan keyin men xili jihlari deb qo'ydim. Agarda masalan sug'urtaniki yoki turmush pulini ko'tarmoqchi bo'lsanglar yoki ijara haqqini ko'tarmoqchi bo'lsanglar, ayrim xonamda desanglar, men shu kart nomerini deb beraman deb turib dedim. Tünögün Amerikadan bir xonim men $200 yordam qilgan bo'lsam shu deganti uyning ijarasini to'layapsiz bo'g'dak deb turib
nimisini ivetip koydum. Ama öyünün icarasını bugün ben töölüp etip durdum. Her vakit yanda 2000 TL toluq turduğan aletini saxlap kelyapmiz. Sebebi bir iş olsa u yoqqa bu yoqqa qarab qoldigan gapken. Şununla hazır kadar hem neçimiz yardımda boğatımız hem de nimeden Avustralya'dan bir sanımız men şu ilk nimede soğurtanınkiga men messemni qo'shay dedi. Bir qancha tizimga oldirib qo'ygan ini singillar bor. Şulagımı her bir kim oldida kim keynida deb turib mundaq bir tizimlab xabar qilma. Anaki öyünün icaresi, ma aynikin töölüp ettim, nime bilen imlaq pulu deydik ya, resmiyet hakkı öyünü tunuşturuş hakkı dep. 3 aylık elangan öyke bu. O 3 aydan keyin yana qandaq özgürüşler oldu, onu bilmeyme. Lekin bir adamның normal ailede turgandan özü ayrım turganı yaxşı, ailegimi yaxşı, pul hal qılanmaydigan işlarni şundaq yaxşı hal qılıp igidaçılık kıldı yaş Abdülaziz ailesimi ona rahmetimni bildirme. Mesela biz puldan yardım kılalıgan bilen pul hal kılamaydigan şundaq ornida şundaq eğir küllerde aşı aile yardımda oldu. Aşı öqüp durup jup tazlap pakızlap kıldı. Allah razı olsun. Men oylayman biz çoğun vatan davası ahdi kökti kılanmasakmı muşumu bir qeyrindaşdı. Aş Türkiye'de talay teşkilatlarga biz aş kaldık degenini uqtırıp geldinler. Yalgan desen her kandığının ispatını çıkarıp koyma. Resmin videonun bilen çıkarıp koyalayma. Nimi gerek? Bazen teşkilatlar var, Türk teşkilatlar. Nimi gerek Uygur qadısılar? Hemşehirlimiz kıyınıp kalgan. Vay bizge yeydigan gerek. Vatan gerek degen narsa yok. Cık Türklerin baki Uygurga aslında şu vatanga yardım qilgan bolsak deymiz bu davani qollaymiz deb bazen teşkilatlarni uqib qalamiz shuning bilan sovib ketimiz deganlar talay bo'ldi. Acayip chiqishlarni ko'rdim. O'sha tilamchiliklar, pullar, pul, nima bo'lganlar, a'zo bo'lganlar odamdan pul yig'ib, qo'llaganlar odamdan pul yig'ib. O pul nereye gidiyor dava? Qaysi davani anlattın hey? Qaysi davani? Tilamchilik. Meyli Yahudi teşkilat, o de bu de nereden bir çetellikten aşağısı çok hay desiler. Hello desil korkudan boldum. Falanca adam kandak adam dep soraydı. Nim boldu ise monç pul ağan bizden. Manda boğantı. Nim dep başı Uygurlarının muşundak aşılarına işletmeydi de bilmeyme dedim. Çünkü mesela pul sanaşka yedim ben yok dedim. Muşundak. Eğer de sen Allah'dan biraz kokkan bolsan, azrak örkigen bolsan, İslam'dan azrak olsun birinin jukkan bolsa, İslam'dan digini boyunca, İslam'ınki eslidiki muddası boyunca, bizge körsetmesi boyunca iş kılgan buladın. Ağzında diginin bilen kıvatkının tüktün okşamaydıgan iş. Mundak. Eğer de oylap yıkınla, muşu nimeden, nasadın çapan piçirgan adam, Erkin Sıdık efendim. Vay Uygur'a yardım kılgan. Vay Uygur'un tilini da kılgan olduk. Vay Uygur'un medeniyetini akılgan olduk. Yenisa piçik kılgan olduk diyen adam. Gördünler. Hiç kandak bir şahsi namıdımı men teşkilatın birisi emes diyen adamlarımı bir eğiz şu adamga yardım kılgını yok. Sorap mı koygını yok. Sebebi dədin basının, senin qımmakçı oğunun Uygur'unu dilemçilik göstür. Mana bu acizdi. Ma bir aciz bala. Muştaq. Ananikin siz oylap yıkın. Eğer men aşı doğuyunda vay usul oynap, vay yiginimni biz mi tamak yeyimiz, lekin torgu çıkıp yemeyimiz. Moşundaq vaqtlar torlağı çıkarıp aşındaq bir videorum çıkkan bolsa nimelerni dep sesitmaytınlar, nime dep tillamaytınlar meni. Eğer şu heyliqi nime sayram oğlanınkidek aşındaq video ispat näsler otturğu çıkkan bolsa meni kim axlap çıkarttı biraz çapan piçam dema. Vay yay baş kütemez. Bir bulunga kirip ölüp alattım mening ondaq bir näslerim bulduğum. Xuda saklısın onda işlemen yok. Hergiz bir konsulun aldığı çıkıp oturup Uygur'unu satıdığan,
Bunda işte Xudo saqlasin, ey Allah balayımni verip gider, onda qishni qilsam, qasının Allah balayını versin. Çapan degan teyya. Hayırlıkqa qarshi turish kerak. Voy, onda qilish kerak. Qani qarshi turg'ina. Beshing ichingda, shu eg'ingdalar beshing. Biringning kusuri iliqliq, davoning bir yerdagi poqqa, biringning leptiging iliqliq. Ashunda holatda. Davaga çataq bo'ladi. Bunda gaplarni qilmaslik fitna bo'lishi kerak deb. Haq to'g'riliq bir eg'iz gap qilish fitna bo'ladigan bo'lsa, fitna xorib ketayli. Senli fitna emaskensa, sen ilohdek o'zingni ilohdek his qildi ekansan. Vat WhatsApp toplarda. Vat Facebook'larda. İslamdan tılaç ağzı açıdığan bolsa, vaycan haqasındaki noçi takva adam yok. Qıp yürgen kılıqınçu, tilemçilik ku, aldamçilik ku, koymicilik ku. Çətellikdən tutup Uygurgacha hemmisinin yançıqıqlı közün tutuq ku. Kimlərinin nəsi yox dep baxsın, mən çıxırıb etməm Facebook'a. Bana 1,5 yılın aldı da birisi açlar degenti. Vay ya, sizni palançı akınız bek hürmet kılıdı. Siz doğru düşünün o bu degenti. Hey, nere bir bara? Dadağının yüzünden bozma, ben senin yüzünden bir yüzümle qarib etmeyi. Bazen adamlar bilen udul çıkıp kalmay deyme. Çünkü dadağın bir esil adam de dedim. Senin şunda resva meslerin bozma, ben torgu koyup bakmadım çünkü bu iş belki keyinroq azat bo'lsa Uyg'ur bilishga tegishli narsalar qatardagi narsa bo'lishi mumkin deb turib ba'zan narsalarni o'tirg'i chiqib demayman. Bizning yetib oshidi deb. Bizning zulmimiz Erkin Sidiqning nazarida yetmadi degan bilan o'zimizga yetdi. Psixikamiz butunlay buzuqliq. Ba'zan odamlar hozirgacha berib kelalaydi ekan. Yetnimi o'tkazib kelganlar vakovatanda. Amerikada. Turkiyadami kapti, Turkiyaga kapti vatandan kelganlar. O doyingda degan vay. Ey, da'vo qildim deb o'tirib doyingga chiqsang doyingni atmamda. Xitoy bilmamda. Vay oyna g'ittanshib degan ash yo'ginib o'tirib g'ittan baxtiyar vatanning sirtida tilamchilik qildi deb turib chaqda qor kiyim bilan necha kilometrlik ushqur aşında qıp ketken tilamchiliklarni Pakistandan bu yerdan pul ağınыңlar ba. Anandikin baxtiyar turmuşunglar bilan bu nimaga xizmat topshirsizlar. Doyingda. Sizlar Xitoy konsulluğu oldida eg'inab yotgan chog'da sizlarni Xitoy tonimadimi, uqmadimi, doyinglarni atmadimi? To'g'liq Hamidnikini itib etgan yer sizlarnikini atmaydigan hayron qolarlik. Bu yerdagi farq nada? Sizlar Turkiyada turayotgan, biz Turkiyaga bir qatim bag'inim uchun voy uyimni o'ngtay qilayotgan ota-onamni. Dadam aşı eğir sakrat yatkan vaqtida Messenger'da şunçilik şilank tıqqını varmı? Oksigenda ciddi qutquzishga hammani videolik rasmlik ivatgan bir ish plas var. Allah, bu şu dadamning jinini bir qiynamay og'ina ulug' Allah deb tilab ketgandim. Shunda tilab ketgandim. Gerçi psixikamga ta'sir yetsimi, ulug' Xudo bu şu dadamni mushundaq bir qiynig'icha bir jinini og'irtmay olgan bo'lsang, bu şu oyoqlashgan bo'lsa deb ketgandim. Ben şu hazırgacha özüm oygandım. Şunun için hemmimiz oyganaylı. Bizning meselemiz diniy mesele emas vatandikisi. Medeniyet meselesi emas, igilik hukuk meselesi. Aşı vatanning igisi bo'lganligimiz uchun qirilyapmiz, yo'qotilyapmiz, qurtilyapmiz deb turib deb keldim. Biz xo'shal emas. Sizlarda xo'shal emas biz. Xotirjam ailemning baxti mening baxtim deb o'ltiramaydi ekanmiz. Chunki bu baxtimizni hech kim bilan bir o'rtoqlashqili bo'lmaydi ekan. Qarindoshlarimiz siz
Hech qanday baxtdan o'rtoqlashib xo'shallik izlayolmadik. Sizlar o'xshashmaysizlar. Sizlar o'ynayapsizlar. Da'vo o'ynalyapti. Qaysi da'voni qildinglar? 17 yil bir kuzatuvchilik sifatida aş yig'inga qatnashimiz deganmi? Yoki bosqichma-bosqich qilamiz da'voni. Yana ba mustaqillik deydiganga vaqt ba. Hozir demaymiz. Qachon deysa. Sen Uyg'urning beshiga chiqib olmagan bo'lsang, sen bilan hech qanday ishim yo'q. Hamma Uyg'urning vakili birdan-bir deganliging uchun meningmi vakilim bo'lib qolsanda, shuning uchun men savol qo'yma. Har javob bermasang savol qo'yma. Robiya Qodirdan tutib dunyo Uyg'ur har qanday savol qo'yib baqdim. Javob beramaydi. Qarshimga chiqib baqa qaysing bo'lsang. Agar haqasingni biror narsani chiqarolmaydigan bo'lsam, ismimni o'zgartirib aytaman. Xitoychaga o'zgartirib aytaman yoki sening ismingga o'zgartirib aytaman. Agar biror narsani chiqaran bo'lsam, nocha bo'lsang udulimga chiqa, qarshimga chiq. Men savolni qo'ydim. Savol qo'yish mening huquqim. Sen naq shu kishilik huquq, anadagi nelar inson haqlari degan naq mening shu huquqimning birisi. Bu mustaqillik degan, egilik huquq degan shu huquqlarning hammasini o'z ichiga ola oladi. Diniy e'tiqodim bilan zid emas. Lekin bizning dardimiz zimin davosi. Hergiz Naynayning davosi emas. Tilamchilik qildigan davo emas. Afg'onistonga chillaysizlar. Afg'onistonda o'tganimi qutuldirgan odam bor. Boshqa yerkini qutuldirmamsa, ko'chit qolgan ne odamlar bor. Her qanday vaqtda bir qahramonni o'tirga tashlaysa, yolg'onligi keynidan chiqib qoladi. Hamma odam yundishgan emas Uyg'urning ichida. Aş ko'tirib degan, po degan assa, voy mushunda qilib o'ltirsizlar. Erlarning Facebook'iningki o'ylab yiqing, hey. Erlarning Facebook'ning tayini yo'q. Ayolchi Facebook'ning keyniga yushunib olgan qanchalik erlarni topgan biz. Ochiq kelib ketganda ovoz bilan so'zlab ketganlarim bor, tutib olganlarim bor. Ayollarning Facebook'idan urib bizga so'zlaganlar bor. Ashu to'rda qanchalik tillaydiganlarga qancha pul maosh bersizlar, uni o'zinglar bilasizlar, bizmi bilamiz. Mushtirqimda hozir o'sha Facebook'ninki har qanday yerda xeyli yaxshi yerlarda ishlaydigan Facebook'dagi bizning qo'llovchilarimiz bor. Ba'zan narsani uqmaydi deb turib qiladi. Lekin nima ishlarning bo'layotgani hammamiz ayon. Agar ahlimiz joyida bo'lsa, buningki 30 yilligi mustaqilligining deb o'ltamay, bizga 71 yil bo'ldi. Xitoy konsulining oldiga yana 10-oyning bir yana go'shirib, ashaga berib, Xitoyga voy biz bor deb qo'yib kelamiz. Kilamdoq deganni o'ylab baqsang, agar bunda bir xo'rlik his qilsang, nomus sezimingni yo'qotmagan bo'lsang, 71 yil quruq da'vo qildik. 71 yilni qarib qo'yayli, 17 yilda bir odam 17 yoshga kirdi bir bola tug'ilsa. Nima ish qildik? Biz yanalar shu aldinib yuramdik. Bular qilmasa biz qilayli. Biz xalq tursak, bizning ota-onamiz Dunyo Uyg'ur qurultiyining ota-onasi emas deymiz. Eli muncha qilamiz, muncha qurultayni qilamiz, ani qilamiz, mani qilamiz deb tashlab qo'ysa, g'ajab o'ltirib so'skin degani imisiz. Sizga o'xshamaydigan birla savol chiqib qolgandikilar o fitna. Ahlingiz joyida bo'lsa, Uyg'urning dadi ziminti. Agarda birasi oshqagan odam shunday jiqma Turkiyada ko'chida qolgan ashuningga mayliq turkninki bo'rakxonasi, turkninki u bo'lardan tomoq chiqib bergan bolalar bor. Ash turklarmi har qatimda ahvol so'raydi. Abalning ahvoli qandoq deb. Bugunmi bir dadimiz telefon qilib ashtaq dedi. Hergiz tashlab etmang Zumrat xonim, mush bola bir qutulibla ketsinchu deb ketdi. Tirishimiz dedim. Ko'chada yotgan bir Uyg'urni o'ylab yiqing. Shunchalar nochilik da'vochilar, yana birmichi tashkilot degan munda qitirasini tushib ketisizlar. Reklamaga kerak bo'lgan bo'lsa, bir xotin kishi olgan bo'lsa, yo'gab chiqib qo'ygan bo'lsak yoki yolg'onda hijobni kiygizib,
O vaqtida bu voy menga pul verdi deb bunda tutib turgan bo'lsa, balkim igi chiqatdi. Yo'q. Bu balani aqasini tashlab bermadik. Sababi ertagin mishadin tugamaydigan bir ish bo'lmasin. Biz mundaq qildik deb. Da'voning bir parchasi bumi? Sen tilab yeyotgan pulninki bir ulushi mushuning kelishi kerakdi, ko'chada yotgan vaqtida. Nomus qilishmiding? Tilamchilikdan boshqa narsa kasb taraq qilmadi. Ba'zilar nomus ketib bir yerlar ko'chib ketganlar bor. Endi buningki mundaq qilmayli deb. O'rnidan qopqanlar bor. Lekin ayadımı elip, mayadımı elip yürgen çağda aşının aş ep yürgenlerinin içindeki bir ülüşmüş acizlik de senin 5 azayın toluq ahlın bicirim halette muşunun hakkını yavaldım desen bulattı. Aşı Liven Bey degen kişi ben bir aşında bir o yol kirası dep durup bir doktorxanga kerek vaqtlar muşunu haşlan dep pul urup bersem men acizning haqqı kirmeymen, kişinin haqqı kirmeymen dep turup kiyim kechak ep berish, yana bir işlarga haşladi. Mundami insanlar ba. Lekin sen bir Uyg'ur buluş süpütün bilen muşunu bana qilib pul yig'ish yoki Uyg'urni bana qilib turib pul yig'ish, yana bir onunga o'ylab baqa sen aşı her bir sent pul qanğı milangan, aldamchilik bilan tepilgan. Sen qaysi 5 vaqt namoz bilanla o dunyoda hisob kitob qilishman deb o'ylamsan, agar Uyg'ur ahlinglarni bilsanglar, savol qo'yib baqsizlar. Bu qaysi da'voni buzdimiz? Savol qo'ysaqlar, da'voga chataq bo'ladi. Da'voga mundaq bo'ldi. Qaysi da'voga? Yig'in qatnash da'vosigami? Festivalgami? Naynaygami? Aşı London soti deb o'tirib Dopdutta aşınыңgıma? Ko'chada qolgan Uyg'urni o'ylab baqa, nomus qilishsang. Shuncha valajik Uyg'ur var. Bütün dünyada, Türkiye'de ni baylar var. Nomusni qilgan bo'lsa, aşındaq. Shuning uchun ba'zilarga biz fursat bermadik. Reklama qilish fursati. Anandan o nimaga Anqaraga akitish deganni men qattiq rad qildim. To'naydigan yerda turdi. Tirishqinimiz, tirish baqimiz bu balaga. Ashundaq. Anandan keyin ba'zan qarindoshlarimga deydiganim o'zingizning balalaringizningki sadaqasi bo'lsin. Her holda ya advokatning, ya sug'urtaning, ya uyning, ya xirajatininki, ya dorilarning o'shundaq yana doktorxonada yotadi bir mezgildan keyin bir yillik davolanishiga hammamiz ha u deyishayli, ovoz qo'shing. Bu xudolik olam. Hech qanday odamni ballar orqali sinamasin, ulug' xudoyim, ballar orqali sinamasin. Bumi bir esil oilaning balasi ekan-to'q. Qandaq bir sabablardan menga uchratdi Allah, bumi bir amdi sizmi shuning ovoz qo'shing. Har qandaq bir Uyg'urning qilishga tegishli ishi talada o'lib qolgan bo'lsa, nomusdi, dunyoviy nomusdi. Dunyoviy nomus. Bütün o'yinni o'ynab chiqdinglar. Tövbe qilishni bilinglar ey. Qarindoshlarim, yana so'zlab qoldim. Agarda yordamınız bo'lsa, ayrimxonda mendan kart nomerini so'rang. Men shuniki ya doktorxonaninkiga ya jazo deydi, chegaradan kirish nimasidiki. Hozir bu odamni tashlab etilgan vaqtida hech kim bundaq qilmagan bilan igi chiqadigan odam bo'lgandikinlar mushtaqil chiqadigan qizil raqam palayadiki pulni to'layapti, pokon yerdiki pulni to'layapti. Shunga hammamiz tang tirishayli, ha o deyishayli. Rahmat sizlarga.